ipak qurtlarimizni 2 marta barg yedi. Hozir soat 8 bo'ldi. Soat 1 ga bir marta berganman. Keyin soat 4 ga berdim. Endi ularni mana shunaqa olib, yuzidan olib, boshqa shunaqa maxsus yashigimizga kim qayerga qo'ymoqchi bo'lsa o'sha joyga mana shu 101 qavat 100 qatlamini olib, ko'chirib, keyin bularga barg beramiz. Hozir mana videoga olib turadigan hech kim yo'q. O'zim bitta qo'limda olib, barg berib, boshqa tarafga o'zim olib ko'chiraman. Videomiz uzun bo'lib uzayib ketishi mumkin, shu uchun qisqacha tushuntirib o'tdim. Keyin ko'chirib barg berganimdan keyin yana bir marta videoga olib sizlarga ko'rsatib beraman. Qisqa qilib olib ko'rsatib beraman. Mana shunaqa maxsus yashiklar. Endi hamma o'ziga qulay qilib, qulay joyga oladi. Issiq xonaga bo'lish kerak. Issiqligimiz yana aytib o'taman, 24-25 gradus qulay issiqlik, 26 gradusgacha. Undan issiq bo'lib ketsa agar ipak qurtlarimiz o'lishi mumkin. Hozir mana shuni hamma bir qavatini olib, bunisi yashikka ko'chirib barg beraman.